Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Atalmış Şinjan'a yardım berish nomida Sharq Turkistonga yana Xitoy o'qituvchilar avatiladi. Sharq Turkistonda ichilayotgan ikki qurultoyda atalmış muqimlik va mangulik amallik tadbirlarini davomlashtirish qattiq ta'kidlangan. Yer shari atrofidagi o'shqirgan ovozlar haqida ma'lumot. Sog'lomlik haqida savat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. Xitoy xalq torining xabarida Shanxay shahridan atalmış Şinjan'a yardım berish nomida yana bir turkum Xitoy o'qituvchilar Sharq Turkistonga avatiladi ekan. 6 yanvar kuni Shanxay shaharlik ma'rif idorasi Shanxay qatnash institutida atalmış Tibetga va Şinjan'a 10 ming o'qituvchi orqali yardım berish planini xulosaga ochgan. Xitoy ma'rif ministerligi, Xitoy davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, Moliya ministerligi qatorliq o'rinlar birlashib, maxsus uqtirish tarqitib, chegara rayonlarning uzoq mezgillik amallik uchun Şinjan va Tibetga 10 ming o'qituvchi avatish qarorini e'lon qilgan. 2018 yil avgust oyida tunji turkumda safarga chiqqan 185 o'qituvchining 170 nafari Sharq Turkistonga borsa, 15 nafari Tibetga borgan. Sharq Turkistonga borgan 170 nafar o'qituvchining Qashqar viloyatining Yarkan, Bo'skam, Qo'g'iliq va Maralbesh qatorliq 4 nahiyasi tavasidagi 35 o'ttir boshlang'ich maktablarga avatilgan. Ikkinchi turkumdagi atalmış yordam berish bahonasi bilan fevral oyida yana Sharq Turkistonga 220 nafar, Tibetga 10 nafar, jami 230 nafar o'qituvchini avatish planlangan. Shanxay shahri o'tgan yil 16 oktyabr kuni Qashqarda Şinjan'a nishonliq yordam berish ma'rifi guruhini qurib chiqqan. Qashqar xabar torining bu vaqtdagi xabarida Shanxay shahrining Qashqarda ma'rif guruhi qurishi Qashqardagi ma'rif sifatini yuqori ko'tarib, har bir farzandni millatlar ittifoqligini qo'g'daydigan avangard maysalardan qilib tarbiyalab, yangi vaziyatdagi yangi talabni qondirib, uzun muddatli kapolatni barpo qiladi deb ta'riflagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning janubini asos qilgan holda turkumlab o'qituvchi yetkishi bu joylarda tez suratda xitoylashtirishni ishga oshirish, bo'libmi hozirgidek ota-onalari lager qamalgan necha yuz mingdan Uyg'ur bolalari yetimxonalarga yig'ib olingan paytda bu bolalarni Xitoy ma'rifida tarbiyalashga munosabatli bo'lishi mumkin degan farazlarni paydo qilmoqda. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi har soha ilm odamlarini atalmış tarbiyalash markazlariga solab yoki o'ltirib, milliy kimlikni yo'qotish uchun ilib olgan razil siyosatiga masalda ishkiri o'lkalardan o'ttir maktabning saviyasi bo'lmagan bir turkum Xitoy yoshlarini Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi ma'riflarga yerlashtirib, tuproq egasi bo'lgan yerlik millatlarni pat fursatda xitoylashtirish uchun tirishmoqda. Ilgirki suiqasdning oshkor bo'lgandek, bu yomon g'arzani uzunga qolmay barbod bo'lg'isi dedi. Atalmış Uyghur Abnum rayonida navbatda Abnum rayonlik 13. navbatlik xalq qurultiyi 3. yig'ini va siyosiy kengash 12. navbatlik komiteti 3. yig'ini. Ikkinchi umumiy yig'indan iborat 2 umumiy yig'in echilayotgan bo'lib, bu yig'inlarda birdek atalmış ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini davomli izchillashtirish ta'kidlangan. Xinhua agentligi xabarida 8 yanvar kuni 2 yig'in haqida tarqatgan xabarlarda ko'rsatilishicha, 2 yig'inda so'z qilgan atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik partikom sekretari Chin Chuango va qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir, siyosiy kengash raisi Nurlan Abilmajin qatorliqlar birdek rayonning navbatdagi atalmış muqim va tinch vaziyatiga kapolatlik qilishni ta'kidlab, navbatda ijro qilinayotgan muqimlik siyosatlarining qat'iy davomlashtirilganligini bildirgan. Diqqat qo'zg'aydigani yig'inga har qaysi joylardan kelgan vakillar guruh yig'inlarda birdek Amerikaning Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ayblashga selingan bo'lib, Dangritog to'rining 2 yig'in haqidagi xabar sahifalari har soha, har joylardan kelgan xalq vakillarining Amerika qaratgan tanqidlar bilan to'shib ketgan. Ularning ilgari surishicha, vakillar Amerikaning Şinjanning ishlariga aralashganligini bas-bas tanqid qilgan va Şinjanning hozirgi vaziyatining tarixda ko'rilib baxmagan darajada yaxshiligi, xalqning baxt tuyg'usining yuksak pallaga chiqqanligi, rayondagi har millat xalqining hozirgi kunlarining asalda tatliq ekanligini bildirishgan. Chet ellardagi mustaqil kishilik huquq organlari paketlar orqali rayonda 3 milliondan ortiq Uyg'urlarning yig'ib olish lagerlarida zulm ko'rayotganligini, lager sirtidagi Uyg'urlarning soqchi davlat sistemasi ostida qamal qilinayotganligi, ularning tili, dini, fan ma'rif ishlarining eg'ir buzg'unchilik uchrayotganligini, Xitoy hukumatining planliq va sistemali holda madaniyat qirg'inchilik yurgizayotganligini bildirmoqda. Olimlar yaqinqi 2 yildan buyon yer sharining atrofida anglanadigan sirli qo'shqirgan ovozning Hind okeanining tagidagi mo'jiza xarakterlik yer tevrash harakatlaridan paydo bo'lganligini isbotlagan. İnternet torida bu vaqt e'lon qilingan xabarda ko'rsatilishicha, Germaniyaning Potsdam yer tevrash tadqiqot markazining tadqiqotchisi Simoni Chiska boshchiligidagi tadqiqot guruhi tekshirish natijalarini Tabiat ilmiy jurnalida e'lon qilgan bo'lib, qo'shqirgan ovozning Hind okeanining tagidagi magma birikmalari sabab bo'lgan yer tevrash harakatlaridan paydo bo'lganligini isbotlagan. Olimlar tunji qatim 2018-yili Afrikaning sharqiga joylashgan Madagaskar bilan Mozambik o'rtasidagi Mayutti oroli atrofida o'xshash vaqtda minglarcha qatim yer tevrashning yuz berganligini,
Arkadan 2018 yılı oktyabirdan başlap ba'zilari 40 minut davomlashgan sirli qo'shqirgan ovozning to'lqinsimon shaklda atmosferaga tarqalganligini bayqagan. 2019 yılı Fransiyaning okean tadqiqot qilish gruppasi Mayotte oroli atrofida okeanning ostida kengligi 5 kilometr ve okean ostidan egizligi 800 metr keladigan yangi yanar tog'ning shakllanganligini bayqagan bo'lib, bu sirli qo'shqirgan ovozning yeshilishini kafolatga ega qilgan. Olimlar tekshirish natijasida yanar tog'ning Hind okeanining ostidan 32 kilometr tövende, kengligi 15 kilometr keladigan birikma magmalarning okean ustiga chiqishiga imkoniyat yaratib berganligini, bir yil ichida vulqon xarakterlik shakllanishning oxirlashganligini va bu zich yer tevrash harakatlarining qo'shqirgan ovozni paydo qiladiganligini isbotladi. Anjurning oshqozonni sog'lomlashtirish, uchayni tozalash, ishiq va zaharni yondirish qatorliq roli bo'lib, yutqunchoqni ravolashtirib, uchayni tozalash unimiga ega. Nurg'un kishilar anjurning chechiki yo'q deb qaraydi. Amaliyotda bu bir uqishmaslik. Bu xil o'simlikning chechiki kichik bo'lg'achqa gul tagligi ichiga yoshiringan bo'ladi. Anjur dorilik yemaklikdan a'lo o'simlik dorisi hisoblanadi. Zaharni haydab o'sin go'zallashtirishga ahamiyat beradigan ayollarning hammasi anjur yeyishni yaxshi ko'radi. Chunki anjurning oshqozonni sog'lomlashtirib, uchayni tozalash roli bor. Lekin nurg'un kishilar anjurning buningdan boshqa unumi borligini bilmaydi. Anjurning uchayni tozalab, gemoroy kasalini davolash unumi bor. Qadimda anjurdan foydalanib, qo'shimcha davolash va gemoroy kasalini davolash to'g'risida xatir qoldirilgan. Dori o'simliklar qomusida anjur dastlabdagi gemoroy va gal og'riqni davolaydi deb xotirlangan. Lekin anjurning unumini bak mubolag'a qilib etishga bo'lmaydi. Operatsiya qilishga to'g'ri keladigan gemoroy bemorlari anjur yeyishga tayinib davolansa bo'lmaydi. Yemeklik bilan davolanib vaqtni kechiktirishga texmi bo'lmaydi. Ba'zi aylish retseptlarda anjurdan foydalanib kekirdek kasalliklari davolanadi. Masalan, yangi anjurga yoki quruq mevasiga muvofiq miqdorda navat silib, suvda dumlab, o'pka issiqi sababidan kelib chiqqan yutqunchoq qurish, ovoz bitish qatorliqlarni unumli davolashga bo'ladi. Anjurning yuparmiqining dorilik qimmati bor bo'lib, suv bilan qaynatib yuvinganda ishiqni yondiradi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.